Deyarli har kuni avtomashinalar ishtirokida yo'l transport hodisalari ro'y beradi. Ayrimlari yengilroq bo'lsa-da, ba'zilari o'lim bilan yakunlanishi bor gap. Avtohalokatlar eng ko'p qoidabuzarliklar, ya'ni belgilangan tartiblarga amal qilmaslik natijasida yuzaga keladi. Jinoyat ishlari bo'yicha Sergeli tumani sudi binosida o'qilgan hukm egasi ham biz ta'kidlab o'tganimiz kabi qoidalarga amal qilmasligi sabab avariyaga uchragan. Natijada mashinada bo'lgan 2 kishi vafot etgan. Asosiy jarayonlar bilan Moqchehra Mamatraimova tanishtiradi. Sotib olinganiga atigi 7 soatgina bo'lgan avtoulov yo'l transport hodisasiga uchradi. Natijada 2 kishi halok bo'ldi. Haydovchi esa 8 yillik umrini qamoqda o'tkazadi. Gap siz tasvirda ko'rib turgan ayni mana shu avtoulov haqida ketyapti. 2025-yilning 31-avgusti. Soat tungi 2:15. Haydovchi yo'l qoidalariga amal qilmay, tezlikni oshirgani va boshqaruvni yo'qotgani sabab Cobalt avtomashinasi ajratuvchi bo'lak ustunga o'rnatilgan temir to'siq bilan to'qnashadi. Natijada 2 nafar yo'lovchi hodisa qurboniga aylandi. Avtoulov rulida bo'lgan haydovchi o'sha tunni shunday eslaydi. 80-90 tezlikda shu avariya bo'lib ketdi. Men mashinaning ichida bo'lganman. Yerda yotgandim, ko'zimni ochganimda bo'ldi. Ibanisiga olib ketishdi, skoriy keldi. Jabrlanganlar siz yaqiningizmidi, kimdir? Yaqin ukamingni ko'chada. U qizi yaxshi ko'rgan qiz ekan. Men keyin bildim. Qayerdan qaytayotgan bo'lgansizlar? Sputnik 16 korzinkadan do'stligiga tashab qo'yishni iltimos qilishgan. Shu borib ketayotganda shu avariya bo'ldi. Uydagilarim telefon qilishyapti, kech bo'lib ketdi. O'shanga tezroq tashab qo'yaman deb, sal tezroq yurgandim. Bir xonadon oldim mashinani. O'rtoqlarim ketishdi, mana ham bizani ham tashab qo'ying, biz qolib ketdik degani uchun, mashinam borligi uchun tashab qo'yaman, olib ketib o'tgan joyga. Mashina yo'lovchilaridan bo'lgan 25 yoshli yigit olgan tan jarohatlari sabab hodisa joyida, uning hamrohi 18 yoshli qiz esa tan jarohatlari sabab 5-sentyabr kuni shifoxonada vafot etgan. Ayblanayotgan haydovchiga ham umidlar katta bo'lgan. Masalan, sudlanuvchining otasi tomonidan. Kuzda uylantirmoqchi edim. Bankdan kredit olib bo'lsa ham, yo'q. Men boshida mashina bor ekan. Mana kommunalniyadan, hamma narsadan qarz ko'payib ketdi-da. O'shanga cheris bank bo'lsa ham bitta mashina olib bersam, mana qilib ketar deb mashina olib bergan edim. 7 soatgina haydadi-da. Har 1 soatda men anaqa tergayman, har 1 soatda telefon qilib qattasan nima? Hech ham tergovimsiz u yoqda yurmagan bo'ladi. Ichmaydi, chekmaydi, polniy trenirovka qilgan. Yigit aybiga iqror, lekin shoshish natijasida oshirilgan tezlik uni panjara ortiga olib bordi. Shu kechirishinglarni so'rayman, yengilroq jazo qilib berishinglarni so'rayman. Bitta o'g'ilni oilada ota-onam boqishim kerak, singlimni uzatishim kerak. Sud esa qonun doirasida tegishli chora ko'rdi. Sud hukm qiladi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismining A bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli topilsin. Va unga shu modda bilan 3 yil muddatga barcha turdagi transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilib, 8 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazoni manzil koloniyada o'tash belgilansin. Jazoni o'tash muddati 2025-yil 2-oktyabrdan hisoblansin. Temir ulovda harakatlanish tartib-qoidalarni talab qiladi. Oqibati afsuslar bilan tugamasligi va kimlardir jabr ko'rmasligi uchun. Bo'lib o'tgan hodisalar kimlarningdir hayotidagi ayanchli xotiralarga oid, ammo bu ko'plarga o'rnak bo'la olishi aniq. Bu kun Moqchehra Mamatraimova, Sardor Yo'ldoshev, Toshkent.